Ha, tarixni ko'rgan baxtlilarmiz. Nima ham derdik, biz shunaqa baxtlimiz. Baxtli kelajakning qurilishini ko'rayotgan tarixdagi baxtlilarmiz. Roma jamoasiga Shomurodov o'tganida barcha hujumchi va hujumkor futbolchilarimiz uchun motivatsiya bergani yodimda. O'shanda yosh bolakay bo'lgan Laziz Leganesga O'rinboyev esa Brentfordga yo'l olgan edi. O'sha yerda paydo bo'lgandi. Endi siz tasavvur qiling, Husanovni ko'rayotgan jamiki yoshlarimizning ko'nglidan nimalar kechmoqda ekan. Hozirgi kunda Real Madrid va Barselona muxlislari APLda Manchester Cityga simpatiyalari uyg'ongan. Boshqacha, sababi u yerda birgina futbolchimiz bor xolos. Lekin bundan keyin 20 yil o'tib hammasi o'zgarishiga ishonaman. Hozirda Eldorning oxirgi soniyada urayotgan golni Yevropa top nashrlarida o'qish faxr ekanligini qanchalik biz his qilayotgan bo'lsak, tasavvur qilingki, 20 yildan so'ng bu oddiy holatga aylansa. Balans top 5 da bir xil holatga qaytadi. Qaysidir hujumchimiz Man Unitedda, qay bir futbolchimiz Chelsea'da, kimdir Inter, Milan, Juventusda, qaysidir esa Real Madrid va Barselonada ko'ramiz. Xullas, qayerga qarasangiz bizning futbolchilar. Muxlislar esa bizchalik maza qila olishmaydi. Ular har hafta ularning golini, himoyadagi ajoyib o'yinini ko'rib yurishadi va bu oddiy holga aylanadi. Biz esa hozirda eng baxtli muxlis sifatida gavdalanib qolaveramiz. Axir biz birinchilardan bo'lib dunyoning eng kuchli klublaridan birida himoya qo'rg'oni o'zbek o'g'loni bo'lganini ko'rganlardanmiz. Axir biz birinchilardanmiz.